Rostdan 50 kilo olma berar ekanman. Mana shu kichkina ko'chata puli arzonchiroq, zo'r joy bo'lsin, bo'sh tomorqa bo'lsin, o'zim ko'ngildagidek uy solaman, gazi bor, sveti bor, ichimlik suvi bor joy qidiruvmidingiz? Sizga puli arzimagan, arzonchiroq 6 sotixli, katta ham emas, kichkina ham emas, puli budjetniy variantda 6 sotixli Xo'jaylg'orda Tamojniga yaqin joyda bitta zo'r tomorqa topib qo'ydik. U o'zi umumiy yer maydoni 18 sotikdan ekan, egalari 6 sotikdan hujjat qilib sotishyapti ekan, 6 sotikga sotilar ekan. Endi bu yerda chegara zona desangiz, mana atrofda aylantirib ko'rsating, qo'ni qo'shnilar bangillatib uylarni solib yotishibdi. Xolos siz u naryoqda ko'rsating, teplitsalar qilsangiz bo'lar ekan. Bu yerda ko'pchilik teplitsa bilan shunaqa tadbirkorlik bilan shug'ullanadi. Chorva biznes qiladiganlarga ham hozir ko'pchilik yaqinlarimiz, tanishlarimiz mol, qo'y, u buni shunga o'xshash bizneslar bilan shug'ullanyapti. Mana sizlar uchun ham zo'r imkoniyat. Zak yo'q joylardan, yeri yaxshi, hosildor, unumdor deganlar uchun ham zo'r variant. Umuman zak yo'q bu yerlarda. Do'stlar, endi e'tibor beringlar, tayyor bog' ko'rinishidan qilib qo'yishibdi. Aralash turli xil mevali ko'chatlardan qilib qo'yishgan, zo'r hosildor meva berib turgan ko'chatlari ham bor ekan. Olib pul band qo'ysangiz 3-4 yildan keyin palon pul bo'lib ketadi. Shu tomonni hisobga olinglar. Egalari yerni narxini $8,000 deb baholashdi. Pastda raqamlarni qoldirib ketamiz. Qiziqqanlar o'zlariga aloqaga chiqinglar, kelib ko'ringlar, yoqsa baraka qilinglar. Hammalaringga tavsiya qilamiz. Rishton uy-joy sizlarga eng yaxshisini tavsiya qiladi.